Bular mana pereputib qilyapti shekil. 9Vda o'qiydiganlar ketdi. Oka, oshga bering dedi. Men oshpaz emasman, katta oshpaz emasman, unaqa ishlar qila olmayman dedi. Qo'lingizdan yeydi. O'tgan safar videoda ko'rdik dedi. O'rtidagi jigarlari ketdi. Osh qilamiz. Qani ketdi, boshladi. Bismillah. Qozonga birinchi nima solinadi? Nazar solinadi. Tozaligiga keyin yog' solinadi. Endi zagodovkani boshladik. Qani ketdik. Mana bismillahni boshladik a. Bismillah. Endi qizyapsan. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, qanaqa joydan olib keldinglar buni? Hop. Bir chekkadan sekin go'shtlarni to'rab qovurishga solishga harakatini qildim. Va sekingina yog' qizigandan keyin hammasini mushni qilib qovurib oldim. Hamma bolalarning qo'li tegdi. Sep olaman. 9V'dagilarning hammasini qo'li tegdi-da. Bay. Endi mana 9V'dagilarga takoy log'ki ovqatni doda xo'jasi bo'ldi, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Endi sabzi voy, achki ham parlanib ketdi. Buni parlanib ketdi. Ana bismillahirrohmanirrohim deb rangini qara buni. Bu hali aralashmagan edi-ku. Kapkiroqlar aralashtiramiz, xudo xolasa. Qani boshladik. Bismillah. Niyat choyxona oshiydi, lekin bu to'y oshiga aylanib ketdi. Ofis oshi, bismillahirrohmanirrohim. Gildillashini qara, guruchlarim dona-dona bo'lib, sabzilarni maydalanganini qara. Sergo'sh biriga bir bo'lib ketdi endi. Bolalar shunaqa yeyishar ekan, bo'lsa ekan. Alloh rozi bo'lsin. Nima deyapti bu? Gapiryaptimi? Go'sht bilan go'sht biriga bir. 9V silami. 9V silami. Bosingizlar. 9V degilarga jo'natib qo'yamiz dedi.